Doimiy ravishda ko'ngil aynishi, qusish holatlarini oqibati nimaga olib keladi? Bu jigarni surunkali yallig'lanishiga, har xil turdagi noinfeksion gepatit turlariga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, qizilo'ngach va oshqozon o'rtasidagi qopqoqni yetishmovchiligiga olib keladi, ya'ni недостаточность funksiya, kardialma sfinkteri holati va eng yana bir ko'p uchraydigan holat aksialniya greja пищеводного отверстия diafragma, ya'ni aksial grejalar. Oddiy tilda tushuntirganda oshqozondagi grejalarga olib kelishi mumkin. Doimiy ravishda zo'riqish bu shilliq qavatlarni bir-biridan ajratib yuboradi va ana shu shilliq qavatni prolapsiga tushishiga olib keladi. Bu narsa qisman greja deb yuritiladi. Bunaqangi holatlar yuzaga kelmasligi uchun agar sizda oxirgi paytlarda juda ko'p bezovtaliklar bo'layotgan bo'lsa, ko'ngil aynish qusish bilan bog'liq bo'lsa, u holda sizni zon tutib, kerakli tekshiruv o'tkazilib, gastroenterologik lecheniya olishingizga to'g'ri keladi. Shu kabi asoratlar yuzaga kelmasligi uchun